Qadrli kuzatuvchilarim, ayni damda yana sizdan tushgan savollarga javob bermoqchiman. Bu savol tojikistonlik Shahnoza singlimizdan kelib tushyapti. Opajon, allergiyadan qiynalib bir necha yillardan beri dorilar ichyapmiz. Lekin endi oshqozonimda ham muammo bo'lyapti. Bu nafaqat meni, oilamda ham allergiya tinch qo'ymayapti deb savol jo'natibsiz. Men bu savolni boshqa kuzatuvchilarimga ham taqdim etmoqchiman, chunki allergiyadan juda ko'plarimiz qiynalamiz. Aynan o'zim ham bundan 7-8 yil oldin xuddi shu holatda qiynalganman. Xo'sh, allergiya o'zi nima? Allergiya bu tanamizda nimadir bizga berayotgan javobi. Uni noto'g'ri ishlayotganligidan, yo tanada nimadir yot narsa kirib qolganligidan, u ishlay olmaganligidan bizga bergan javobi. Yot narsaga javob degani allergiya deyiladi. Biz esa allergiyani sabablarini ko'rmasdan turib, allergiyani ovozini o'chirishga, o'sha tanamizdagi bo'lgan javobni, sasni o'chirishga harakat qilib kelyapmiz. Bu bitta qizimizda emas, juda ko'plarda shu muammo bo'lyapti. Bugun mutaxassis sifatida bir narsani juda bilishingizni istardim. Siz bilan bo'lishmoqchiman. Allergiyani asosiy sababi bu ichaklarimiz. Aynan nima uchun bahorda o'zi allergiya ko'payadi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Changlar deymiz. Bahorda qanaqa chang bo'ladi? Qishi bilan qor yog'adi, yomg'ir yog'adi. Bo'lmasligi kerak, lekin bizda allergiya paydo bo'ladi. Bugun bitta sabab bor. Biz qishi bilan tanamizni to'ldirib, ovqatlanish tizimimizni qiynab, jigarni nagruzkaga qo'yamiz. Bayramlar, harakatni kamligi, qishda yaxshi ovqatlarni yeyishimiz, to'g'rimi? Jigar o'zini ishini bajara olmay qoladi. Ichakka tashlashga majbur bo'ladi. Va ichaklarimizda teshik ichak sindromi degan kasallik paydo bo'ladi. Va undagi, demak, hazm bo'lmagan oqsillar qonga o'tib keta boshlaydi va shu yerda immunitet baqira boshlaydi. Immunitet ishga tushadi, ortiqcha narsa, qo'shimcha narsa tanaga kirib ketyapti deb. Biz esa uni o'chirishga harakat qilamiz. Agar sizda allergiyaga javob topa olmayotgan bo'lsangiz, siz allergiyani har xil dorilarni ichib yaxshi qila olmayotgan bo'lsangiz, albatta 5R degan so'zni yoki 5 raqamini qoldirib men bilan bog'lanishingiz mumkin. Aynan ichakni, demak, sekin-sekin tiklab borish programmasi orqali sizdagi ham allergiyani, ham ichakdagi muammolardan xalos bo'lish yo'lingiz o'rgatilib boriladi. Demak, agar men bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, demak 5 raqamini qoldiring.